Assalomu alaykum qadrli YouTube do'stlar. Bugun sizlarga shaftoli bog'laridan ozgina bir reportaj qilamiz, foydali bo'ladi. Ko'rib turgan shaftollaring Vostok navi. Vostok bu shaftoli ekilganiga 10 yildan oshdi. 15 yilga qarab ketayotgan shaftoli zorda turibmiz mana. Keling, yaqinroqni olib keling. Ko'rsating bu videoni. Ko'p savollar kelib tushyapti. Shaftoli ekkanimizdan keyin 3-4 yil berari qariydi deb vali tushunmagan odamlar bo'lsa, shunga mana shaftolini kesishga bog'liq, ayamasdan kesiladi. Mana tanasini yo'g'onligiga e'tibor berasizlar. Mana shaftoli mana 15 yil bo'ldi, hali hanuz mana yana bundan ancha daromad olish mumkin. Tem bo'lib mevani kalibrlari yiriklashyapti. Abreskiga bog'liq mana pastdan shoxlatib kosasimon abreski. Hosilga baho berasizlar. Bu hosil bu daraxtga ko'plik qiladi. Hozirgi paytda buni yana bir qator abreska qilib qisqartirish ham mumkin. Shuning uchun savollarda berishda, misol shaftoli bog' qilishda qarib qoladi, tez qariydi degan narsalar yo'q. Shaftolidan 20 yil, xudo bersa 30 yilgacha ham daromad olishlaring mumkin. Bemalol qo'rqmay shaftolidan bog' qilmoqchi bo'lganlar bog' qilishlaring mumkin. Salomat bo'linglar.